Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yangi hayot do'stlik mahallasida o'zi bitta Novostroykamizdan reklama qilyapmiz. Aynan o'sha yerdan bir xonali 38 kvadratli tayyor remontli kvartiramizni srochniy narxlarga sotuvga chiqaryapmiz. 9 qavatli yoshli domdasida 6-etaj. Bir ikkita kommentlarni o'qidim. Muncha gapirayotgan paytim mamnaqa qimirlayverasan, bitta joyda tur deyishdi. Endi men o'ylashim bo'yicha bitta joyda kamerani ushlab tursam, obunachilarimiz zerikib qolsa kerak deb o'ylardim, lekin yo'q, mana shunaqa olish ularga yoqishar ekan. Xo'p, uyimizdan obzorga qaytsak, uyimizda 38 kvadrat, 9 qavatli dom 6-etajli, polizlarni sizlarga tanish bo'lsa kerak. 6 ta jitir bor. Bu ham bir xona, bu ham bir xona, bu ham bir xona. Birinchi bo'lib endi mana qani bismillah, hamki yechamiz endi. Hali uyga egasi olmagan. Xalqdan ichkariga oyoq kiyimni kirishga ham odam xijolat. Kirganimizda mana shunaqa prixojani ko'rishimiz mumkin. Shkopli asat olasiz, mebellar uchun joylar tashlab ketishgan bemalol. Bu planovkamizdan 2 xona qilib foydalansa bo'lar edi, lekin uy egalari kattagina bir xona qilishibdi. Yaxshi, kuxni mebel yasatib olamiz, kirmoshina tudasidan olib kelsak bo'ladi, xolodilnikning joyi o'zi o'rnida, oshxonamizga bemalol stol qo'ysak bo'ladi. Xo'p, derazadan qaraganimizda bolalar maydonchasi, mashina qo'yish uchun parkovkalar bor. Undan tashqari mana eshiklar, mana hammasi o'sha konkretniy kod bilan jeton orqali kirib chiqib yurasizlar. Zeleniy zonalar, o'zi domi fasadi ham juda ham zo'r fasad, mana yaqinroq ko'rsataman. Ishli Novostroyka odamlar mana yashab turibdi, do'stlar. Mana bolalar o'ynagan, atrof mana bu yer institut qurilyapti. Mana shu binoning o'rniga katta institut tushadi. Avtobus konechka, mana shunday mana bu dom oldidan bundoq chiqasizlar. Avtobuslar постоянно qatnaydi, metroga zip yetkazib qo'yadi. 3 ostanovkada joylashgan, 5-bekat metrosiga. Shlagbaum qo'yiladi, faqat domni o'zini, jitillarning o'zini mashinalari kirib chiqadi. Xo'p. Yoq tarafda o'zini ixchamgina balkonchasi ham bor, do'stlar. Oshxonamizda mana ko'rishingiz mumkin. Uyimizda sanuzellar. Xo'p, bitta qilishgan mana dushovoy akkuratniy, hojatxonasi, polkalarni ham zo'r qilib qo'yishdi. Asosiy xonamiz mana ko'rishingiz mumkin. Zal yoki spalnimiz, registrlar, konturnikaat yo'llar ko'rishingiz mumkin. Xo'p, uyimizdan 38 kvadrat, narxi $45,000 kelsanglar, tepasida xayriga o'tib beriladi. Tayyor kadastr narxga olsanglar bo'ladi. Bir xonaga ijarachi qo'yishga ham yashashga ham hadovoy kvartira. Xullas, shu do'stlar, yaxshi uyimizni olgan odam baraka topadi. Lokatsiyalarni tushuntirdim. Yana nima qoldi? Hammasi ideal. Mebel olib olsanglar, kirib yashab olsanglar bo'ladi. Uyimizda Novostroyka pastda raqam bor. Aytgancha, Telegram kanaliga obuna bo'linglar. Meni YouTube kanalimda kuzatadigan insonlarni hammasiga aytaman, Telegram kanaliga obuna bo'linglar. Sababi zo'r variantlarni arzonroqga berib yuboryapmiz deb Telegram kanaliga o'tib olinglar. 4 ta uyimizni arzonga chiqarib o'rganmiz. Balkim o'sha uylarni egasi siz bo'lishingiz mumkin. Siz aynan shu uylarni izlab yurgan bo'lishingiz mumkin. Shu sababdan ham o'tib olinglar Telegram kanaliga. Muhim, real aytaman, muhim. Uyimizga yoqqan bo'lsa like bosib qo'yinglar. Shunaqa uylar hammamizga nasib qilsin. Rahmat hammaga, o'rtoqlar.